Agar rostdan ham erimizni choyxonaga yubormasak 15 sutka qamalamizmi, tavba qilib, qonunda shunaqa narsalar bormi deb bir ayol kishi savol bor. Qarang, birinchi o'rinda choyxonaga boradigan erkak ayolidan ruxsat so'rab o'tirmaydi. Ikkinchi o'rinda choyxonaga borish uchun ayoldan ruxsat so'ragan erkak ayrim mezonlarga to'g'ri kelmaydi. Uchinchi o'rinda choyxonaga boradigan erkak hech qachon ayolning ustidan yozib bermaydi. Choyxonaga bormaganligi uchun ayolning ustidan yozib beradigan erkak yuqoridagidek ayrim mezonlarga to'g'ri kelmaydi. Siz ijtimoiy tarmoqda ko'rayotgan bu kabi videolar faqatgina hype uchun qilinayotgan videolar hisoblanadi. Oddiygina qilib tushuntirib beraman. O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksida oilaviy maishiy zo'ravonlik degan modda bor. Unda belgilanishicha er tomonidan olamiz. Er degan agar ayolini yaqin qarindoshlari bilan otasi, akasi, ukasi, opasi, onasi, singlisi bilan ko'rishligiga to'sqinlik qilib cheklab qo'yadigan bo'lsa, mana shu holatda unga nisbatan agar ayoli borib ustidan shikoyat qiladigan bo'lsa, javobgarlik belgilanishligi mumkin. Choyxonaga ruxsat bermasa, dugonalari bilan gashtakka ruxsat bermasa, o'shakka g'iybatga ruxsat bermasa degan joylari yo'q. O'sha yaqin qarindoshlari bilan ko'rishlikni cheklab to'sqinlik qilinadigan bo'lsa, mana shu holatda javobgarlik belgilanishi mumkin. Hurmatli vatandoshlar, shuni yodlaringizda tutingizlarki, qonun sizni jazolovchi ham sizni himoya qiluvchi vosita. Agar siz o'zingizning huquqlaringizni mutaxassis bo'lmagan insondan o'rganadigan bo'lsangiz, qonun sizni jazolab qo'yishligi mumkin. O'sha sababli o'zingizning huquqlaringizni haqiqiy yurist, huquqshunos mutaxassislardan o'rganishlikni sizga tavsiya qilaman. Videoni mana shunaqa fikrda yurgan ayollarga va erkaklarga yuborib qo'yishlikni unutmang.